Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan men o'sha Roblox bugungi videoda do'stlar biz qanday pulli Roblox yo'q modli Roblox tortishni o'rganamiz. Meni hozirgi mod do'stlar birinchi navbatda sizda oddiy bo'ladi, uni o'chirib tashlaysizlar va bu yerdan Google'ga kirasizlar. Kirganlaridan keyin qidiruvga shu so'zni yozasizlar. Delta HQT Delta HQT yozasizlar va mana birinchisining ustiga bosasizlar. Mana do'stlar, shu chiqadi sizlarga. Bu yerdan hech qayerga o'tkazmaysiz. Faqat shu Delta X'or oladi sizlar. Do'stlar hozir mana do'stlar mana shunga kirasizlar. Kirgandan keyin hozir yo'q do'stlar, mana buni ustiga kirgansizlar. Mana keyin bu yerdan Android degan joyni bosasizlar. Va sizlarga reklama chiqar. Siz bu yerdan kosmos chiqib ketasiz. Pastroq qo'yib ketsak, mana do'stlar, shuni bosasizlar. Keyin predovlatni bosasizlar. Mana birinchisigina bosasizlar. Yana o'sha predovlatni bosasizlar. Пробуй новое и Mana do'stlar, yana reklama. необычное. С Пепси вкуснее. Hozir do'stlar mana qayta yuklab olish yaxshi. Va sizlar doim ko'rsatilsin qayta yuklab olish. Ishqilib sizlarda chiqqandan keyin yuklab olasizlar. Va do'stlar Robloxga o'sha tortib olganingizlardan keyin Robloxga kirasizlar va o'zlaringizni ochasizlar. Ochib bo'lgandan keyin esa bemalol o'qishingiz mumkin. Qanday kalitni ochishni o'rgatib qo'yaman do'stlar. Hozir mana do'stlar, o'yinni bosamiz. Turinglar. Yaxshi. Mana ko'ryapsizlar? Sizlarda ham shunaqa chiqadi. Hozircha mana bu chiqib turibdi. Bu hozir birozdan keyin qoladi. To'xtanglar. Chiqib, yana qaytib kiraman. Mana. Endi bo'ldi. Endi siz bu yerdan
mana bu RGVK diye basasizlar va checkpoint opened ni bosasizlar va sizlarni Chrome'ga kirgizib yuboradi. Chrome'dan chiqib ketmaysizlar. Bu yerdan qiladigan ishlaringiz mana shuni bosasizlar. Continue X ni bosasizlar tepadagi. Mana bu yerda X chiqadi, o'shani bosasizlar. Va bu yerga liboy son va raqam tersa bo'ladi do'stlar. 2. Men terdim, liboyni tertashaman. Va 30 sekundni bosasizlar. Va bu yerdan X ni bosib yana chiqasizlar. Bu yerdan yana 10 sekundlikni bosasizlar va bu yerdan X bosib yana chiqasizlar. Va bular mana 30 sekund mana bu yerda ko'riladi. Ikkalasi ham pitichka bo'lgandan keyin bemalol Climb Reward'ni bosib o'ynab ketsanglar bo'ladi. To'xta. Hali bor yana. Yaxshi. Bu hozir pitichka bo'ladi, bunisiga esa ozgincha daqiqalar ham qoldi. 30 sekund. Pitichka ham bo'ldi birinchisi. Ozgincha qoldi do'stlar. 12, 11, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. To'xtanglar do'stlar, bu ham pitichka bo'ladi. Va bu yerdan Climb Reward'ni bosasizlar. Bosganlardan keyin mana Creative Work Continue'ni bosasizlar. Va bu yerda kutib turasizlar. Va X bosib bundan ham chiqib ketasizlar. Yana Continue bosasizlar. Va kutib turasizlar. X bosamiz. Mana kopiyani bosasizlar. Va bu yerdan chiqib turib yana Roblox'laringga kirasizlar. Yaxshi. Mana kinoga kirib olasizlar do'stlar. Hamma o'yinlarda bo'ladi bu. Playni bosasizlar va mana Enter keyni pastda turganga bosasizlar. Va o'shani kiritasizlar. Continue'ni bosasizlar va bo'ldi do'stlar. Ochildi. Endi esa mana do'stlar, bir kishi qildik. Va bu yerdagilarda turadi. Yaxshi, men yopib qo'ydim. Mana bu eng oxirdagi pastdagini bosib qo'yib yopishinglar mumkin. Turinglar. Bu yerga esa shu so'zni yozasizlar. Inglizcha yozinglar. Va mana buni 3-sida turgani bosasizlar. Va do'stlar, mana
bizda chiqadi. Endi bosasizlar keyin aurani yoqib qo'yamiz. Blokni o'chirib, mana bo'layotganmi? Auto. Mana do'stlar, bu yerdan to'g'ri bo'layotgan. Yaxshi bo'ldi do'stlar.